Bedenimizga bir qaysi a'zolarning o'zgarishiga qarab turib, badanda qanday vitamin va oziqliqlarning kam ekanligini bilgili oldi. Do'stlar, bu videoda shunday bir yurak berib saqlayinglar. Oldi bilan men to'rlarda eqib tushgan, tirnoq qarab turib badandagi jiq kasalliklarni bilgili oldi degan ba'zi bir ilmiy asosi yo'q videolarga azroq tushuncha berib to'g'ri o'taylik. Ya'ni tirnoqlarda tiksizlik ko'p bo'lsa, silg'an vaqtlarda siliq o'rilmay, balki qirliq tiksizliklar ko'p bo'lsa, kalsiyning kamlab ketganligini bildirdi degan. Bu ishonchli emas do'stlar. Ya'ni yishimizning cho'ng'ayishib, agishib, bunda ahvollar normal ahvol. Ondan boshqa haddidan ziyoda charchab ketganlikdan mushtaq ahvol yuz berdi. Sizlar haddidan ziyoda tomoqtanlaydigan va yoki tomoqdan parhez tutadiganlar kishilar to'pi bo'lmasanglar, bundaq ahvollar normal ahvol. Turmush ritmlarini o'zgartirib yoki dam olishinglarni yaxshilash orqali asliga kelib qoldi. Yana bir so'zsam, tirnoqlarning ichki qismiga to'g'ri kelgan yarim oy shakllik oq yeri, buningki ko'lami qancha cho'ng bo'lsa, doirasi qancha cho'ng bo'lsa, jigardan chatoq chiqqanligi yoki jigar qechishga boshlaganligini bildirdi debdi. Bu yolg'on. Hammalarningki badan tuzilishiningki qo'limizniki tuzlishniki o'xshamasligiga asosan oq yerniki bizga ko'rinadigan qismi o'xshamaydi. Ba'zimizniki cho'ngroq ko'rindi, ba'zimizning kichikroq ko'rindi. Buningga bir qo'rqib ketmanglar, o'zinglarni qo'rqitib. Bilgili oldigan omil bo'lsa, tirnoqimizningki rangi odatda qizg'uch holatda. Tirnoqning rangi oqarib ketgan vaqtda badanda to'mirning kamlab qolganligini, mushu atrofida davomli aytgan bo'lib qolsa, sirtqi omillarni hisob qilmagan vaqtda badanda vitamin C nikimi kamlab qolganligini bilgili oldi. Ham tirnoqlar davomli uzilib sunib ketgan ahvollar bo'lsa, oziqliqlarningki yetishmayotganligi yoki bo'libmi oqsilningki kamlab qolganligini bilgili oldi do'stlar. Undan boshqa ikkinchisi eg'zimiz, kalpikanlar davomli qurib, yerilib, terisi so'yildigan. Ondan boshqa burnlarning yoki eg'izlarning atrofi intayin qurg'oq, oq kipeksiman narsalar olib ketsa, badanda vitamin D bilan sinikninki kam ekanligi hamda omega 3 va omega 6 ninki nisbati, tangponlik nisbatiniki intayin og'ir darajada buzilib ketganligi, ya'ni omega 3 ninki miqdori oz, omega 6 ninki miqdoriniki ko'payib ketganligi. Bu da sizlarningki sifatsiz bo'lgan maylarni, ya'ni omega 3 va omega 6 ninki nisbati yaxshi tengshalmagan may va yemekliklarni izchil yeb kelayotganligini bildirdi. Eg'izlarningki javg'i davomli yerilib qolsa, ichilib qolsa, badanda vitamin B1 ning kamligi hamda shu izchil qand miqdori yuqori bo'lgan yemekliklarni yeb kelayotganligini, badandagi qandning miqdori normal holatdan oshib ketib qolganligini bildirdi. Eg'izlar puraydigan ahvollar bo'lsa, hazm qilish sistemalar yaxshi, eg'iz bo'shliqi tozaliqlarga diqqat qilib kelayotgan bo'lsanglar, badanda vitamin B6 ning kam ekanligini, tish milkinglar qonaydigan ahvollar bo'lsa, vitamin C ningki yetishmayotganligini, undan boshqa kalpikanlar oqarib ketgan ahvollar bo'lsa, qon yo'q, rangsiz oq holatda bo'lsa, to'mirning kam ekanligini, kalpikanlarning rangi qaramtul yoki davomli qora holatda bo'lsa, badanga tomokining issiq o'xshash zaharli islarni izchil sumirilayotganligi yoki qabul qilayotganligini bildirdi. Yana birisi ko'zanglar. Ko'zanglar kechda aniq bir narsani ko'ramasa, odatda yaxshi, kech bo'lganda xiralatsa, bir narsalarni yaxshi ko'ramasa, qurg'oqlasa, qichsa, vitamin A ningki yetishmayotganligi. Undan boshqa kech uxlagan vaqtinglarda kichik baqalchiqlarning piyi davomli tortishib qolsa, izchil holatda badanga magniy, kaliy, kalsiyning yetishmayotganligini, uxlagan vaqtlarda davomli vahimli tushlarni, qo'rqinchli tushlarni ko'p ko'radigan uyqu sifatinglar yaxshi bo'lmasa, badanga vitamin B oilasidagilarininki to'liqlab berishniki zarur ekanligini bo'libmi, B1 ninki. Mana o'xshash videolarni jiqroq do'stlarga avatib qo'yinglar do'stlar. Bu videorimda har xil vitaminlarni qo'shimcha mahsulotlar orqali to'liqlayotgan do'stlarimizga vitamin yegan vaqtimizda nimalarga diqqat qilamiz hamda kunda qanday qaysi vaqtda yesak eng yaxshi deganga o'xshash mazmunlarni tafsiliy qilib tushuntirib qo'yman. Qatmagan do'stlar bo'lsa, qitilib turinglar, bu videoni ko'rishlik. 记得点赞关注哦。